Yovuz qahramonlarning hamma gaplari ham safsata emas. Ba'zida ularning so'zlarida siz o'ylagandan ko'ra ko'proq ma'no bo'ladi. Ba'zan shunday bo'ladiki, yovuz odam yakunda haq bo'lib chiqadi va uning g'oyalari to'g'ri bo'lsa, u haqiqatdan ham yovuz odammi degan o'yga borasiz. Bugun biz multfilmlardagi haq bo'lib chiqqan ana shunday yovuz qahramonlar haqida gaplashamiz. Agarda ushbu video orqali kanalimizga 500 ta obunachi qo'shilsa, ikkinchi qismini ham tayyorlayman. Shunday ekan, obuna bo'lishni unutmang. O'rgimchak odam olamlar aro multfilmidagi Miguel O'Haradan boshlaymiz. Undan boshidanoq yomon odam hidi kelib turgan bo'lsa-da, uning g'azabi va asabiyligi hayotning yozilmagan qonunlariga asoslangan. Qoidaga ko'ra, o'rgimchak odam Miles Morales otasining o'limiga qarshilik qilmasligi kerak, chunki taqdir shunday. Ya'ni uning bu ishi multi olamlar tartibini buzadi. Miguel O'Hara esa bunga qarshilik qilmoqchi bo'ladi, chunki u ham bir safar boshqa dunyoda qolib, ushbu qonunni buzgani uchun o'sha dunyo va qizi yo'q bo'lib ketgan edi. Multfilm oxirida esa Miles Moralesning o'zi ham ushbu qilgan ishi xato ekanligini tushunadi. Demak, Miguel shunchaki g'azablanmagan, u to'g'ri deb hisoblagan ishni qilgan. Boogeyman. Uni hamma tush qo'riqchilari multfilmining asosiy yovuzi deb biladi, lekin aslida bunday emas. Multfilmni ko'rganlar yaxshi biladiki, undagi har bir personajning o'z vazifasi bor va Boogeymanning vazifasi qo'rqitish. Har bir personaj o'zini bolalar unutib qo'yishligidan qo'rqadi va buni oldini olish uchun harakat qilishadi. Shuningdek, Boogeyman ham qo'rquvning butunlay yo'q bo'lib ketishidan qo'rqib, qahramonlarga qarshilik qiladi. Uning esa bu ishini tushunsa bo'ladi. U yovuz emas, shunchaki o'zini yo'q bo'lishdan saqlamoqda. Qo'rquv bo'lmasa, u ham bo'lmaydi va Boogeyman buni oldini olishi kerak albatta. Bir qarashda uning qilayotgan ishlari yovuzlikdek tuyuladi, lekin u ham boshqalar kabi o'zini himoya qilmoqda. O'yinchoqlar tarixi uch multfilmidagi Lotsoning toshbag'irligi uning o'tmishi bilan bog'liq. Uni Daisy ismli qizaloq tasodifan unutib qoldirib ketadi. Lotso esa uzoq yo'l bosib qaytib kelganida uning o'rniga boshqa o'yinchoq sotib olinganini ko'radi. Shunda uning qalbi sinadi va hayotga bo'lgan qarashi o'zgaradi. Hammamiz axlatlarmiz, baribir bir kun kelib tashlab yuborilamiz. Va uning bu gaplari haq edi. Ko'pchiligimiz ulg'aygach bolalikdagi o'yinchoqlarimizni tashlab yuboramiz yoki unutamiz. Multfilmda hatto Endi ham ularni chordoqqa yashirib ketmoqchi edi. Shu sababli Lotso qayg'u va shafqatsizlik chegarasini yo'qotib, xiyonatkor yovuzga aylandi. Super oila multfilmidagi Sindrom hasoskor va shafqatsiz, ammo u bir paytlar super qahramon bo'lishni orzu qilgan daho bola edi. Janob Istisno uni rad etgach, u qasos rejasini tuzadi va o'zining mashhur iborasini aytadi: "Agar hamma super qahramon bo'lsa, demak hech kim super qahramon emas." Va uning bu gapi haqiqatga yaqin. Super qahramonlar har doim oddiy odamlardan kuchliroq bo'lgan alohida guruhlardir va bu adolatsizlik. Sindrom odamlar va super qahramonlar teng bo'lishi uchun o'z ixtirolarini hammaga sotmoqchi edi. Biroq u qotillik boshlagan lahzada barcha yaxshi g'oyalari yo'qqa chiqdi va xudbinlik uni boshiga yetdi. Ratatouille multfilmidagi oshpaz Jivader ochko'z va maydakash direktor bo'lib, restoranda haqiqiy pazanda Reymi ismli kalamush ekanligini bilgach, u to'g'ri xavotirga boradi. Agar bu yerda kimdir kalamushni ko'rib qolsa, bizning restoran yopilishi mumkin degan xavotir bilan. Istalgan real hayotdagi restoranda oshxonadagi kalamush tozalik va sanitariya qoidalarini keskin buzilishidir. Javider ushbu kalamush boshqarayotgan restoran yopilishi haqida ogohlantirgan edi va yakunda shunday bo'ldi ham. Ochko'zligiga qaramay, u kalamush xavfini to'g'ri baholagan va mutlaq haq edi. Keyingi personajimiz Tai Lung. Multfilmlar tarixidagi eng zo'r yovuz personaj sifatida ko'rilayotgan ushbu personaj aslida to'liqligicha yovuz hisoblanmaydi. Aytmoqchimanki, u o'z xohishi bilan yovuz bo'lishni tanlamagan. Uning yovuz bo'lishiga sabab qilgan mehnatiga yarasha rag'batlantirilmaganligidir. Shogird kun sayin rivojlanib borar ekan, ustozining "Sen albatta ajdar jangchisi bo'lasan, sen hammadan zo'r bo'lasan" degan gapini o'ziga motivatsiya qilib oladi. Aslida uning yovuz bo'lishiga Shifu emas, ko'proq Ugvey sababchidek. Chunki agar uni ajdar jangchisi qilib tayinlaganida, balki u yovuzga aylanmasdi. Umidsizlikka sho'ng'igan shogird panda bilan jang qilar ekan, undan mag'lub bo'ladi va shu bilan yovuzga unchalik o'xshamaydigan Tai Lungning hikoyasi yakunlanadi. Super oila 2 multfilmidagi Evelyn Devorning yovuz bo'lish uchun maqsadi juda ishonarli edi. Sizni super qahramonlar himoya qilishini xohlaysiz va ularga suyanib, o'zingiz tobora ojiz bo'lib boryapsiz. Odamlar har bir muammoni qahramonlarga topshirib, o'zlari
harakat qilishni unutib qo'yishadi. Uning otasi qaroqchilar bostirib kirganida yashirinish o'rniga super qahramonlarga qo'ng'iroq qilib halok bo'lgan edi. Evelin odamlarning tayyorga ayyor bo'lib qolishini istamaydi. Biroq u o'z rejasini amalga oshirishda haddidan oshib baribir yomon yo'lni tanlaydi. Sassiq Pit. O'yinchoqlar tarixi 2 multfilmidagi Sassiq Pit butun umrini qutida yolg'izlikda o'tkazgan. U bolalar bilan o'ynashni emas, muzeyda butun va buzilmay saqlanishni afzal ko'radi. U Woody'ni bolalar baribir o'yinchoqlardan voz kechishi haqida ogohlantiradi. Multfilmning 3-qismida Pit aytgan barcha narsalar isbotini topdi. Endi ulardan baribir voz kechadi va chordoqqa olib qo'ymoqchi bo'ladi. Sassiq Pit alamzada chol bo'lsa-da, o'yinchoqlar kelajagi borasida mutlaq haq edi. Yuqorida sanab o'tgan ko'pchilik personajlarning xarakterini o'ziga jamlagan personaj O'lim bo'risi, qo'rquv, jasorat, adolat va haqiqat o'lim personajida jamlangan. O'lim bo'risi etik kiygan mushuk 2 multfilmining asosiy yovuzi desangiz ko'pchilik e'tiroz bildiradi. Chunki u yovuz emas, u shunchaki o'lim sifatida tasvirlangan, xuddi Boogeyman qo'rquv bo'lgani kabi. Personajning gaplaridan ham bilib olishimiz mumkinki, u yovuz emas, u shunchaki o'z vazifasini bajarmoqda. Yovuz bo'lganida etik kiygan mushuk bilan qo'shib do'stlarini ham yo'q qilishga harakat qilardi. Sizningcha O'lim bo'risi va yuqorida sanab o'tilgan personajlardan tashqari yana kimlar to'liq yovuz hisoblanmaydi va bu ro'yxatdan o'rin olishi mumkin? Albatta javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar ushbu videodan 500 ta obunachi keladigan bo'lsa, videoning 2-qismini ham tayyorlayman. Shunday ekan, kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.